Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Peshinlarda o'qib, jumalarda o'qib kelib oldinglarmi? Tinchmisizlar? Mana dadamiz peshinda o'qib, jumadan nari kelyapti. Bechora qaranglar. Voy bolam chaqam deb qovun to'rg'iz olib kelibdi. Mana nonlar olib kelibdi. Hozir issiqda charchab ketib o'tirib oldim to'g'risi. Nonni sarafandan olganim ham yo'q. Endi olaman hozir. Mana salat tayyorlab o'tiruvdim endi hozir. Qovunimiz bor edi. Qovunni borini so'yib qildim. Xudo xolasa endi hozir shu qovun to'rg'izni ikkitasini non bilan ovqat quyib qo'ydim. Qizimizga berib yubormoqchimiz obediga. Dadamizni tomog'idan o'tmaydi-da, shu bermasa hech iloji yo'q. Shunga sarafanga endi solyapti. To'xtang dadasi, shuni ham bir olib qo'yay deb kuldim. Yaxshi qilibmizmi? Yaxshi o'ylabmizmi? Tinch bo'linglar. Mana sarafanga ovqat kastrulkaga solib yopib qo'ydim. Hozir berib yuboramiz endi. Xudo xolasa obedda nevaralarim mazza qilib yeyishib oladi. Qovunni. Bermang deydi. Kuyovim ham, qizim ham, lekin dadam sizlarni ishinglar bo'lmasin. Borida beraman, yo'g'ida yo'q. Men tomog'imdan o'tmaydi deb unamaydi-da. Alloh rozi bo'lsin. Dadamiz tan joni sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sog' bo'linglar, yana gaplashamiz xudo xolasa.